Mana o'sha Ramazonning oxirgi 10 kunligiga, oxirgi iftorliklarimizdan xizmatga kelganmiz, xonadonga. Bugun bu xonaga umumiy holatda 36 kishi uchun joy qilyapmiz. Mana 12 kishidan qilib bu yoqqa joy qilsak, mana bu yoqda o'zligimiz stolligi bor ekan. Shu stolga 12 kishilik qilamiz. Mana bu yoqda ham ayollarga o'zligimiz stolligi bor ekan. Shunga joy qiladigan bo'ldik. Xudo xohlasa mehmonlar kelsa, chiroyli qilib olishga harakat qilamiz. Ishlatadigan narsalarimizni hozir mana sekin-sekin joylashtirishni boshlaganmiz. Mana olib kelib qo'ydik. Bu yerda mana hali tayyor bo'lgandan keyin ham yana bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerda mana 12 kishilik ayollarga joy qiladigan bo'ldik. Mana bu yerda ishlatadigan narsalarimizni olib kelib, uje tushirib, tayyorgarliklarni boshlab olganmiz. Soatimiz hozir 12 dan oshgan. O'sha bu yog'iga iftorligigacha hamma narsalarni to'g'rilab tayyorlab olishimiz kerak. Shunaqa ish jarayonlarimizni yoritib borishga harakat qilamiz. Kuzatib borishda davom etinglar.